bugungi ob-havo sizga yoqayaptimi? Ha, ustoz yoqadi havo menga. Sizga Toshkent yoqdimi? Ha, ustoz Toshkent yoqdi menga. Qayerdan kelgansiz Toshkentga? Men Samarqanddan kelganman. Sizni yaxshi ko'raman. Sevim. Молодец. Молодец. Zo'r. Xayr, ustoz, salomat bo'ling. Salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar. Sizga shuncha nervizmi? Rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat. O'qiyim. Bolamiz yaxshi qilyapti. Oboring. Mashalloh, rahmat. Kattakon. Aytadi, niyatimga yetdingmi? Zo'r, молодцы. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Biz Dilorom opamga 10 kun oldin keldik. Xudoga shukr. Juda ham xursandman kelganimdan bu kishi bilan o'g'limni shug'ullantirganimdan zo'r natijaga erishdik. Allohga shukr, shunchalik o'g'lim yaxshi gapiryapti. Nutqi ham yaxshi. O'zi ham juda ham chiroyli gapiryapti. Uyda ham tarbiyasi ham yaxshi bo'lgan. Men vaqtida bu kishiga kelishni orzu qilardim, niyat qilardim. Faqat aytardim xo'jayinimga, o'g'limizni ochadi bu kishi, olib boraylik. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi mana shu kishidan. Men bu kishi diskansa ishlarini boshlagandan men bu kishini kuzatib borganman Instagramda. O'g'lim 3 yil oldin yutuqlanardi. 3 yil olib bormagan joyim qolmadi. Qilmagan ishim qolmadi. Allohga shukr, mana hozir 10 kunda biz zo'r natijaga erishdik. Juda ham xursandman, juda ham baxtliman. O'zi ham yaxshi, o'zi ham xursand, o'zi ham spokойный bo'lgan, yaxshi gapirib. Dilorom opamga ming bor rahmat. Ishlaridan rozi bo'lsin, mehnatlariga rozi bo'lsin. U kishi super. Rahmat.